Chet elda nima qilish kerak? Bu masalani hozir men savolni boshlayman. Mushu rasmdagi holatga o'xshayman. Bu boshqaning rasmini jiddiychilikda sifatlashinib qoldi, kechiringlar, lekin shundaqmi? Chunki bizning men davomli mustaqillik sho'rini o'tirib chiqqandan keyin atrofimizda qarindoshlarimiz kampani taqib olish muhim bo'lsa, millat bo'lgandan keyin mustaqillik bo'lmamdi, millatning bo'lmasa nada davlat qursa degandek savollarni so'ragan bo'ldi. Agar mustaqillik bo'lmasa, bu millat hamon yo'q bo'ladi. Mayli 50 yilda yo'qolsin, mayli 30 yilda yo'qolsin, u faqat vaqt masalasi bo'ladi-ku. Shunlashqa men bizning mustaqil bo'lishdan boshqa hech qanday chiqish yo'limiz yo'q, o'tir yo'limiz yo'q deb qarayman. Navoda avtonomiya bu degan taqdirdami? Biz mustaqil yo'limizda 30-40 ming askarni beshab tanlab, Amerikaning atom bombalari Xitoyni beshab tanlagan vaqtda shu chaqda Xitoy o'zi chiqish mumkin qar bo'pti. Masalan, zaminalda bizning 30-40% adamimiz yashab o'tibdi. Avtonomiya bo'lsa nima deysizlar deb Xitoy o'zi deyish mumkin. Dunyoda biror qo'shinning qo'zg'alishida avtonomiya kishilik huquq nishonlaridan o'tirib chiqqanini o'qimaydi ekanman men. Ular eng avval mustaqillik nishonini o'tirib chiqdi, avtonomiya nishonini murassab sifatida qarshi taraf o'tirib qo'ydi, Xitoylar o'tirib qo'ydi. Mustaqillikning oldini to'sash uchun bir to'g'on qilib ishlatdi. Masalan 30-yildagi Xo'janiyoz afandimga o'xshash va 44-yildagi bizningki Cumhuriyatning 11 bitimiga o'xshash bu bizga berilgan kichkina bir huquqni, bizning mustaqillikni talabimizni pasaytiradigan bir vaqtliq hozir ishlatdi. Xo'sh. So'nglashqa men mayli kishilik huquq, mayli demokratiya har qanday bir narsa bo'lsin, bu bizning masalamizni hal qila olmaydi, aksiga texnik ig'irlashtirib o'tadi deb qarayman. Chunki millat oxirgi kunlarni elyapti. Bu yil 3% va 4% qizlarni to'y qildi deb angladik. Bu persent davomlashsa bizning yilga bo'lmay, bizning bu Uyg'ur millatida 40% adam Xitoyga changlashib ketgan umum bir hodisa paydo bo'ldi degan gap. O chaqda bizning hayot yugunimizning, milliy davlat qurish orzuyimizning hech qanday qimmat qolmaydi. Masalan, hozir ishki Mo'ng'ul tili so'zlariga odam 6% ekan, Mo'ng'ullar 16% deyotdi. Janpamillik, Vanpamillik Mo'ng'ullar paydo bo'lishga boshladi. Endi bizmi Xitoyni paylagan bu da'volarda ishki Mo'ng'ul masalasini unutib ketdik. Tibet bilan bizning masalamiz bor o'tirda, ishki Mo'ng'ulni hech kim tilga o'ltirmaydi. Madaniyat safa masalasini hal qilamiz desak, Mo'ng'ullarning madaniyat safasi nihoyat yuqori. Bularni 40-yillardan g'oyat zo'r bir doktorlar qo'shini barliq keraklik. Beyjanning o'zida 300 ming Mo'ng'ul bor hozirda, Uyg'ur necha ming bo'lgan bilan. Manjulan ahvoli tilida so'zlariga adam yo'q, 3 million adam joy-joylarda parakanda chechilang'u. Onun üstüge bular gerçi medeniyet safhası üstün doktorlarının sani ve her 10 adamı doğru keldiğin Ali mektep tutugellerinin sani Xitoylik astronomlardan için nihayet aldığın kadar to'sumu, ama ular birlikte milli iradenin ve bir devlet iradesinin bulmasını tüfeylden ular da takıbı Xitoy'a tehdit sağladık bir parakançiliğini kömürdük. İşte ben Navada kızlarımızdan Xitoy'a ketişini, farzandlarimizdan Xitoy bilan changlashib ketgan bu ümitini ko'rishni xohlamaydigan har bir odam uchun bu rasmni tavsiya qilaman. Bu rasmning menga ta'sir qiladigan yeri va ko'pchilik eskartirganim, agar bu biz mustaqillik davosidan voz kechsak, bizni tosh mijib o'ltirdi. Ya'ni biz mustaqillik davosidan voz kechsak, bizni Xitoyga ketishdan boshqa hech qanday bir narsa qutqizolmaydi. Biz asta hayot yashashimiz mumkin. Uyg'ur etini yana 50 yil va 100 yil va 5 yil davomlashtirishimiz mumkin. Endi undaq rasvo bir Uyg'ur bo'lib Xitoy bilan changlashib e'tiqodidan milliy kimligidan ayrilganda milliy kimlikni davomlashtirishning hech qanday qimmati yo'q deb qarayman. Undan ko'ra Chingizxonning o'g'lini o'ldirib qirilib ketgan tangutlardek tarix sharafga nom qoldirib, tariximizda bir millat o'tgandi deb qirilib tugab ketganimiz afzal. Sen bo'lsan qanday qilsaydi hozir men mening tutqarinishim turmida. Xitoyning nima kunni ko'rsatgani menmi tayyor. Nurga odamlar deb ketdi, sal ehtiyot qilsa qoladi Xitoylar qasab qo'ymasin deb. Mening bergan javobim tayyor. 70 yilni yo'q bir odamni Xitoy chetida o'ltirib atqanda o'qmadi. Endi qastab qilgan bo'lsa, tang oshkor o'ldirganini ko'rmadik. Meni o'ltirib atsin men tayyor shuningga. Men kut bo'lib turadi. Bu rasvo asar va vatansizlikdan bu yer sargardan bo'lib, mening vatanimni haq besib olgan deb tirik yurishdan men shu o'lim go'zal bir sovg'at deb qarayman. Shunlashqa men deyman, o'lim bizning nihoyat go'zal bir tanlashimiz, atrofimizda o'limga tavakkul qila oladigan, o'limdan yanmaydigan jasorat va qarindoshlarning ko'plab paydo bo'lishini umid qilaman. Shunga biz mayli qanchalik qiyin bo'lishidan, mayli qanchalik tez bo'lishidan qat'iy nazar mustaqillik irodamizni qat'iy ko'rmasligimiz kerak.